Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda o'z ishini boshladi. Xabaringiz bor, studiyamizga telefon o'rnatilgan. Ana shu raqamga bevosita qo'ng'iroq qilishingiz va o'zingizni qiziqtirgan, balki qiynayotgan savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqda Telegram chatimiz ham sizning xizmatingizda. O'ylaymizki, imkoniyatlardan foydalanasiz. Biz esa boshladik. Biror xastalikka chalingan yoki biror yeri doimiy ravishda og'rib yuradigan inson shifo izlab turli eshiklarni taqillatishiga to'g'ri keladi. Kimlargadir an'anaviy tibbiyotning konservativ usuli yoki jarrohlik muolajasi yordam bersa, kimlardir dorilarsiz davolash usullarini afzal ko'radi. Akupunktura, igna sanchish orqali dorilarsiz davolash usuli aslida noan'anaviy tibbiyot usuli bo'lib, uning tarixi qadim-qadimlarga borib taqaladi. Bugun biz shu haqida suhbatlashamiz. Buning uchun studiyamizga tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor nevropatolog, ignoterapevt Azizbek Sharipov boshchiligida poytaxtimizda faoliyat olib borayotgan doktor Avis klinikasi mutaxassislarini taklif qilganmiz. Bugun sizning savollaringizga ushbu jamoa javob beradi. Mehmonlar, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Azizbek Sharipov, tibbiyot fanlari nomzodi, nevropatolog, ignoterapevt va xalq tabobati shifokorlari, ignoterapevtlar Olmosbek Quvvatov, Ilhomjon Olimov, Dilshod Murodqulov, Ra'no Zaripova, Vazira Berdimurodova. Tomosha qilayotganingiz Xasta bo'lmang dasturi, biz jonli efirdamiz. Telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz, savollaringizni yo'llashingiz, shu bilan birga Telegram ijtimoiy tarmoqdagi Xasta bo'lmang chatimizga ham o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Bugun biz akupunktura, igna sanchish orqali dorilarsiz davolash usuli haqida suhbatlashyapmiz. Mehmonlar, studiyamizga xush kelibsizlar. Azizbek, suhbatimiz avvalida mana shu ignoterapiya, igna sanchish orqali davolash usuli haqida ikki og'iz batafsilroq gapirib o'tsangiz, chunki bir qarashda to'g'risini aytish kerak, balki bu vaqtinchalikdir, lekin noan'anaviy tibbiyot usuli bo'lgani uchun bir qarashda ishonchni qozonishi biroz qiyinroqdek. Nima dedingiz? Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, men juda ham xursandman taklif qilganlaringizdan. Ignoterapiyani tarixi 4000 yillik tarixga ega. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Amerika va Xitoy professor olimlari shubha masalasi bo'yicha 17 ta ilmiy tadqiqot izlanishlar olib borib, bu nafaqat samaradorlik, ta'siri zo'rligi ilmiy taraflama isbotlangan. Как раз mana shu bu turlardan ilmiy tadqiqot izlanish olib borganda igoterapiya qilganda qanday biokimik tanadagi reaksiya bo'ladiganlar jarayonlari batafsil ilmiy taraflama o'rganib bo'lingan va isbotlangan. Hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarida tibbiy sug'urtaga ham kiritilgan. 2023-yildan 24-yilgacha 1 yil davomida 23 mingdan oshiq ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan igoterapiya mavzusida. Bu o'zini ko'rsatib turibdiki, haqiqatdan ham bu juda ham yaxshi natija beradigan davolash uslubi hisoblanadi. Endi bu keyingi masala, prezidentimizni 2018-yil 39-68 qarorlaridan keyin, ya'ni xalq tabobatini O'zbekiston Respublikasida rivojlantirish va chora-tadbirlarini kuchaytirish masalalarida chiqarganlaridan keyin xalq tabobati O'zbekistonda yanada ko'proq urg'u berila boshlandi va bunga xalqimiz yanada ishonchi ortdi, yetakchi, yaxshi mutaxassislar paydo bo'lishni boshladi. Bu juda katta
O'zbekiston va Markaziy Osiyoda juda katta qadam hisoblanadi. Tushunarli. Demak, xalqaro maydonda tibbiyotning keskin jadallik bilan rivojlanib borayotgan bir paytda O'zbekiston ham o'z o'rnini egallash harakatida. Endi Azizbek, shu o'rinda mana shu igna terapiyani mexanizmini ikki og'iz tushuntirib bersangiz, qanday ishlaydi bu muolaja? Aha. Bu yerda o'z biokimik reaksiya butun sal murakkabroq sxema. Agar gapirsam hozir tomoshabinlarimiz sal zerikarli bo'lib qoladi. O'shaning uchun men sodda xalq tilida tushuntirib beraman. Bu nuqta bu nima? Nuqta bu to'g'ridan to'g'ri ichki a'zo bilan bog'liq nuqta hisoblanadi. Ya'ni biz shu nuqtaga qo'yganimizda organizmdagi disfunksiyani normaga keltirishimiz mumkin. Lekin agarda disfunksiya bo'lsa, ya'ni kasallik bo'lsa, agarda sog'lom bo'lsa, biz unga ta'sir ko'rsata olmaymiz. Misol deylik, bemor keldi, davleniyasi 200. Masalan, shu nuqtaga qo'yamiz, davleniya 200 dan 160, keyin 140 tushadi. 130, 140 gacha tushadi. Endi sog'lom odamga xuddi shu davleniya tushiradigan nuqtani qo'yadigan bo'lsak, uni davleniyasiga biz ta'sir qila olmaymiz, ya'ni tushira olmaymiz. Normani, qon bosimini tushira olmaymiz. O'shaning uchun bizgina faqatgina disfunksiyaga ta'sir qila olishimiz mumkin. Tushunarli. Ko'pchilik tomoshabinlarda ham shu savol paydo bo'lgani aniq. Aytaylikki, o'sha qon bosimi 200 darajada ko'rsatilgan bemorga siz hoziroq ignani qo'ydingiz kerakli nuqtaga, ana shu zahoti tushadimi yoki qanchadir vaqt kerak bo'ladi? Yo'q, taxminan bir 15-20 minutlarda tushadi. 15-20 minutlarda qon bosim joyiga tushishni boshlaydi. Buni o'zi ilmiy taraflama isbotlangan va biz mana hozirgi kunda 24 yillik tajribamiz bo'lsa, juda ham ko'p bemorlarimiz bizda qon bosimi baland bo'lgan bemorlar, ular o'chotda turadi. Даже shu bemorlar ham yaxshi zo'r natija olganlar ham bor. Bugun mehmonlar orasida ham taklif qilganmiz bir bemorimizni. Qon bosimlari doim 200-210 yurgan. Doim tabletkalarda, dorilarda yurganlar. Taklif qilganmiz, Xudo xolasa o'zlari ham suhbatda gapirib beradilar. Juda ham yaxshi. Keling, ana shu mehmonlarimizni taklif qilib olamiz. Olmosbek, siz o'tiravering, bezovta bo'lmang. Assalomu alaykum. Kelinglar. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, joylaringizni egallashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va mehmonlar, ko'rib turganingizdek, bu mijozlar Shuhrat aka Isroilov bo'ladilar, men bilaman, va ikkinchi mehmonimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan, lekin hozirda O'zbekistonda xizmat qilayotgan janob Michael bo'ladilar. Shundaymi? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Azizbek, marhamat, mehmonlar marhamat, o'zingiz haqingizda o'sha kasalliklar haqida, hozirgi jarayon va natijalar haqida batafsil gapirib bersangiz. Hozir Shuhrat aka bizni do'stimiz ham bo'ladilar. Shu sog'liq masalasida yaqin bo'lib qolib, keyin yana do'st bo'lib ketganmiz. Men gapirsam bo'ladi, lekin o'zlari gapirib bersalar chiroyliroq bo'ladi. Juda ham yaxshi, Shuhrat aka, marhamat. Assalomu alaykum. Azizbek aka juda to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Biz avvalo patsient sifatida kelib, keyinchalik do'st bo'lib ketdik. Sababi shu insondan juda ko'p tanishlarim, qarindosh urug'larim davo topishdi. Birinchi o'zim kelib davolanganimdan keyin olib keldim, ayamni olib keldim, ammalarimni, oilamni, bola chaqamni hammasini olib keldim. Hammasi asosiy bizni qoniqtiradigan darajada sog'lig'ini tiklab oldi. Buni biz ochiq baralla ayta olamiz, qo'rqmasdan. Juda ham yaxshi. Shundaga keling, siz qanday xastalik bilan murojaat qilgansiz va o'zingiz qanday natijalar ko'rdingiz? Asosiy meni eng qiynaydigan narsa qon bosimi. Qon bosimi yuqori darajada yurardi. Mana 2 yil oldin ham menda 160 dan 200 gacha o'ynab turardi doim. Azizbek akaga murojaat qilganimizdan keyin 2-3 marta lecheniyani olganimdan keyin birdaniga tushmadi, lekin poetapna, sekin jarayon bilan tushib, mana hozir 120 ga 80. Va shu o'rinda so'ramoqchiman, 2 yil davomida muntazam o'sha belgilangan vaqtda muolajalarga murojaat qilib turishingiz shartmi yoki esingizdan chiqib erinsangiz ham muolajalarni o'tkazib Yo'q, o'shani aytib qo'yishim kerak. Azizbek aka keling degan vaqtlarida biz kela olmadik. Xo'sh.
haqiqatdan vaqtini o'tkazib keldik. Masalan, 3 oyda ichida kelishim kerak bo'lsa, men yarim yildan keyin kelgan kunlarim ham bo'ldi, lekin davosini topdim. Aha, tushunarli. Juda ham yaxshi. Va endi mana mehmonimizga ham gal bersak. Assalomu alaykum. Biz yaxshi bilamiz, Michael aka rus tilida ham yaxshi gapiradilar va marhamat, o'zingiz haqingizda gapirib, Можете про marhamat. себя рассказать на русском? Спасибо, я здесь. Первый раз я получил иглоукалывание было 15 лет назад в городе Вашингтон. Там у меня китайский врач. По случайно, более или менее, в прошлом году мы с доктором Азизом познакомились через общий друг, коллега. И я сразу хотел узнать о его практике азиатская медицина. И сейчас у меня как бедро, правая рука и мочевой пузырь, и нужен помочь, нужен лечение. Я вернулся в его клинику, и есть разные другие, есть разницы. Здесь его практика это как не только китайский, это корейский и другие. Дома только китайский или японский, или корейский, но смесь нет. И здесь это подход больше интенсивный. Другой подход, но эффективный. И вообще я думаю, что эта медицина, азиатская медицина, лучше да, как основа здоровья, общее здоровье. Это лучше для хронических болезней и так далее. Западная медицина сильная, но другие события. Rahmat. Да. Tushunardik. Спасибо большое. Juda ham yaxshi. Demak, Azizbek, janob Michaelga ham boshqa o'zlarini yurtlarida, vatanlaridagi muolajadan ko'ra aynan mana shu yerda o'tkazilgan muolaja ma'qul kelgan. Amerikada, Washington shtatida u yoqda igloterapevt Xitoy xalq an'anaviy igloterapiya klassikasi qo'yilgan. Bu yoqqa kelganlaridan keyin bizda Xitoy bor, Tibet bor. Xitoy Chunsin, Vanzhou, Tibet alohida bir avtonom respublika. Keyin Tay bor, Koreya bor, Indiya bor, Vyetnam bor. Ya'ni bu yoqda bizda klinikamizda Sinteres qilganingiz yoqdi deyaptilar. Kombinirованный, да. Bizlarni shu metodikamiz yoqdi. U kishiga o'z boshida shikoyatlari nima deydi? Qovuq, siydik yo'llarda shikoyati bor edi. Bel umurtqada va bo'yin umurtqa cho'rasi bor edi. Oyoqlar og'rirdi, juda ahvollari yaxshi emas edi. Birinchi kurs o'zida olib, juda yaxshi natija olganlaridan keyin mana он очень довольный, xursand. Сегодня последний день мы закончили, да? Tushunarli. Bugun oxirgi kun lecheniyamizni tugatdik. Aha. Yana nimadir demoqchimisiz? Вы еще Если что-то хотите хотите что-то сказать? сказать, можете. Если хотите что-то сказать, можете говорить. Вообще я советую этот подход в здоровье. Не только я. Вообще это наш эквилибриум будет лучше. Потому что это подход, который помогает даже без конкретной болезни. Это лучше для иммунитета. Я просто думаю, это хорошая практика. И дома мое утро это очень китайский. Китайская медитация, потом тайчи и Qigong или Qigong на русском. Tushunarli. Ya'ni umuman olganda sog'lom turmush tarziga rioya qilishimizni va xususan ignoterapiyaga ham profilaktika nuqtai nazaridan ham murojaat qilishimizni tavsiya etyaptilar. Juda ham yaxshi va Azizbek, biz yaxshi bilamiz, Shuhrat aka Isroilovni hozirgi kunlarda ham o'sha kursni olyaptilar, shunaqami Shuhrat aka? Va adashmasam siz bugungi muolajangizni bizni studiyamizda olishga rozilik bergansiz, shunday emasmi? Va Azizbek, biz hozir bevosita shifokorlarimizdan iltimos qilib, mana shu jarayonni boshlashga o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Shuhrat aka. Va Shuhrat aka, bugun nima xususida aynan qaysi nuqtalarga nima muolaja bo'ladi? Bugun aynan hozirgi muolajada bosh og'rig'iga, xotiraga, asabga, ko'zga, zreniyaga, nutqqa,
keyin чтение bor, отдела, ya'ni o'qishga. Masalan, yosh bolalar bo'ladi, o'qishga qiziqmaydi. Dangasa bo'ladi. Kitobni boshiga qo'ydira olmaysiz. Lekin igloterapiyada shunaqa nuqtalar borki, o'sha nuqtalarga qo'ysangiz, o'sha miyadagi bo'limlar faollashadi. Tushunarli. Uni tajribada, amalda haqiqatan ko'rsangiz juda quvonarli holat. Ota-onalar uchun ayniqsa. Azbek juda ham qiziqtirib qo'yapsiz. Hozir bizda navbat e'lonlardan keyin bevosita jarayonni ham yana natijalarni ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir navbat reklamaga, bizdan uzoqlashmang. Xalq tabobati bo'yicha xalqaro klinika Dr. Avis Hospitalga xush kelibsiz. Bizning klinikamiz og'ir nevrologik kasalliklarni davolashga ixtisoslashgan. Mutaxassislarimiz xalqaro sertifikatlarga ega bo'lib, Xitoy, Tibet, Tailand, Hindiston va boshqa mamlakatlardagi yetakchi ignoterapiya ustozlaridan tahsil olgan. Biz cupping terapiya, stone terapiya, ignoterapiya, ultrabinafsha chiroq yordamida davolash, kosmetologik akupunktura va boshqa muolajalardan foydalanamiz. Jamoamiz tarkibida xorijiy davlatlarda Tibet uslubida tahsil olgan, sertifikatlarga ega ignoterapevtlar faoliyat yuritadi. Dr. Avis klinikasi Xitoyning yetakchi tibbiyot muassasalari bilan hamkorlik qiladi. Chunsun universiteti va Sansia shifoxonasi bilan imzolangan memorandum mutaxassislarimizning yuqori malakasini tasdiqlaydi. Dr. Avis klinikasi yillar sinovidan o'tgan ishonchli manzil. Tomosha qilayotganingiz xasta bo'lmang dasturi biz jonli efirdamiz. Bugun akupunktura igna sanchish orqali davolash usuli haqida gaplashyapmiz va studiyamizda mana jarayon boshlanib ketdi. Azbek, marhamat, mijozimizga qanday xizmat ko'rsatilyapti hozir? Hozir mana bemorimiz spirtlab, avvalambor muolajadan oldin spirtlanadi. Keyin nina qo'yish muolajasi boshlanadi. Qani, marhamat, doktorimiz. Qaysi nuqtalarga qo'yasiz? Hozir doktorimiz gapirib beradi, qaysi nuqtaga qo'yishlarini. Juda ham yaxshi. Marhamat, Olmazbek. Biz hozir birinchi navbatda bosh og'rig'i, keyin asab, xotira, uyqu, keyin tinchlantirish to'shkalariga hamda zreniya to'shkalariga qo'ydik. Keyin bu yoqdan zreniyaga qo'yapmiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilishni istardim. O'zim ham mana shu muolajalarni 2 ta kursini qabul qildim va shifokor qizlarimiz menga Barnopa, sizga befarqlik nuqtalaringizga ham qo'yib beramiz deyishdi. Azbek? Shunaqa. Ya'ni asab nuqtalari bor. Bu nuqtalarga qo'yilsa asabi buzilmaydi odam. Ya'ni beparvo bo'lib qoladi, ya'ni normaga tushadi. Masalan, bir stress holat bo'lsa ham tabiiy normalni qabul qilasiz. Ya'ni aytmoqchisizki, asablar tinchlantiradi. Ya'ni aytmoqchisizki, sog'lom befarqlik bu aslida insonning normal holati demoqchisiz. Yo'q, sog'lom befarqlik emas, yo'q. Sog'lom asabga keltiriladi. Xotirjamlik deylik. Shunaqa, xotirjamlik. Hayot davomida inson har xil hayot sinovlarini o'tgandan keyin asabiy bo'lib qoladi, jizaki bo'lib qoladi. Talabchanligimiz oshadi, to'g'ri. Keyin har narsaga ichida o'ylab yuraveradi. Lekin bizni muolajadan keyin, aynan akupunkturadan keyin ana shu holatlar yo'q bo'ladi. Natijasi o'sha birinchi, ikkinchi kunda ko'rish mumkin. Ya'ni buni uzoq muddat kutmaymiz. Hojati yo'q. Ya'ni birinchi, ikkinchi kunda natija o'zi bilinadi. To'g'ri aytasiz. Men mana shu holatni o'zimni misolimda tasdiqlashim mumkin. Haqiqatda birinchi kuni, yana bir narsani aytishim kerak, bu muolajalar 2,5 soatgacha bo'lgan vaqt mobaynida davom etar ekan va 2,5 soat muolajadan keyin darhol buni natijasini o'zimda sezdim. Doktor yolg'on gapirmayaptilar. Va doktor mana shu muolajalarga qatnagan paytimda u yerdagi mijozlar bilan biroz bo'lsa suhbat yoki
kuzatish natijasida shuni ko'rdimki, akupunktura, igna sanchish muolajasi juda ham kam holatlarda qarshi ko'rsatkichga ega ekan. Ular barmoq bilan sanoqli ekan. Keling, shularni muxlislarimizga tushunarli bo'lishi uchun sanab o'tsangiz. Aha. Qaysi bemorlarda, qaysi insonlarda akupunktura mumkin emas? Birinchidan, agarda inson tanasida kardiostimulyator bo'lsa, bu bir. Ikkinchidan, agarda yurak xurujini birinchi haftasida mumkin emas. Infeksion kasallikni birinchi haftasida qo'yilmaydi va ochiq jarohatlarga qo'yilmaydi. Protokol bo'yicha va onkologik kasalliklar bo'yicha protokol bo'yicha qo'yilmaydi. Lekin Xitoyda, sharq davlatlarida va biz borgan davlatlarda aynan shularga ular qilishar ekan. O'zimiz guvohi bo'ldik, ko'rdik. Bizda protokol bo'yicha mumkin bo'lmaganligi uchun biz bu kategoriya bemorlarni qilmaymiz. Juda ham yaxshi. O'sha qoidalarga, qonunlarga rioya qilganingiz uchun ham sizni mana shu studiyada suhbatga taklif qildik. Bu haqda bizni dasturimizda o'z ishining ustalari har doim ta'kidlab o'tishadi. Va Olmazbek, mana shu hozir Shuhrat akaga ignadan tashqari yashil bir dumaloqchalarni ham qo'ydingiz. Bu qanday moslamalar, ular qanday ta'sir qiladi va o'zi umuman bu muolajada faqatgina ignadan foydalanmas ekansizlar. Shu haqda ham gapirsangiz. Bu asosan Tibetdan keltirilgan maxsus. Bu toshkalarga qo'yilganda shu qo'l bo'g'im og'riqlarida o'sha foyda beradi hamda bu asablarni tinchlanib, yelka sohasi nervlarda yaxshigina effekt beradi. Menda hozir bitta savol paydo bo'lib qoldi. Endi Shuhrat akaga o'xshab yotib olib, muolaja olish imkoni yo'q bo'lsa-yu, asablarimni tinchlantirishni xohlasam, shu toshchalarni olib hozir qo'limga qo'yib, dasturni oxirigacha ushlab tursam, u ham qanaqadir bir samara beradimi? Beradi. Effekt beradimi? Bo'ladi. Sizga ham igloterapiya muolajasini o'tkazsak bo'ladi. Ha, hozirni o'zida ham. Hozirni o'zida. Ha, yo'q. Tinchlantiruvchi nuqtalar. Juda ham yaxshi. Demak, bu muolajalar u qadar qiyin bo'lmagan, u qadar maxsus sharoitni talab qilmaydi, faqat yaxshi mutaxassis bo'lsa, Albatta. bo'lgan ekan. Har bir ishni o'zini soha mutaxassisi qilsa, u kutgan natija bo'ladi. Nojo'ya ta'sirga kelsak, igloterapiyani hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Ya'ni, masalan deylik, aynan o'sha akupunktur nuqtaga qo'yish kerak bo'lsa-da, mutaxassis o'sha nuqtaga qo'ya olmasdan boshqa nuqtaga qo'yib qo'ysa, ta'siri bo'lmaydi. Effekti bo'lmaydi. Ya'ni kutgan natija bo'lmaydi. Nojo'ya ta'siri faqat shu. Azbek, to'g'risini aytsam, o'zim muolajalarga qatnayotganimda mana shu fikr xayolimdan o'tgan edi. O'sha kinofilmlarda ko'rganim, o'sha ma'lum bir nuqtalar borki, shu yerga shunda bosib qo'ysa, insonni harakatdan to'xtatib qo'yish yoki bir zarar yetkazish mumkin bo'lgan nuqtalar bor ekan. Shu mutaxassislar adashib shunaqa nuqtamga qo'yib qo'ysa-ya degan qo'rquv bo'lgan edi, to'g'risini aytsam. Shuni ham o'zi haqiqatda bormi? Bu mana ayniqsa Xitoy oldingi kinolarida, filmlarda, mana bu action deydi. Odamlarni hayratga soldiradigan filmlarda haqiqatan ham nuqtalarga qo'yishadi. Odam qotib qoladi yoki yura olmay qoladi yoki bir nima bo'ladi. Bu filmda. Hayotda unaqasi yo'q, hayotda unaqasi bo'lmaydi. Chunki biz o'zimiz ham ko'rib, masalan bir Potsiluy drakoni degan kino bor. Aynan boshda ensa sohasida zreniyani oshiradigan nuqta bor. Ko'zi ravshanlanadi. Birinchi kursda o'zida darajasiga qarab, birinchi lecheniyadan keyin 15 minutdan keyin natijasini ko'rish mumkin yoki 5 kun davomida. Aynan o'sha nuqtaga qo'ysa, ko'zi ravshanlanadi. Lekin kinoda qo'yganda u odam qotib qoldi. Ya'ni harakatsizlanib qoldi. Bu filmda. Tushunarli. Rahmat. Juda ham xotirjam qildingiz. Demak, teleekran qarshisida o'tirgan muxlislarimizda bu qo'rquvni ham yo'qqa chiqardik. Va yigitlar, stolimizning ustida nafaqat yashil, balki qora rangdagi dumaloq shakllar, toshlar ham bor. Bular nima maqsadda ishlatiladi? Nima vazifani bajaradi? Buni asosiy vazifasi tanadagi qo'llanishni yaxshilab beradi, tanadagi shamollashlarni chiqaradi. Biz buni maxsus o'zini idishida saqlaymiz. Bu idish tagida spiral mavjud bo'lib, ustini yopib, buni ulaganimizda, to'kka tiqqanimizda o'zi toshlarni qizitib beradi va qizigan holatda bemorimizni
aynan kerakli bo'lgan nuqtalarga qo'yamiz va o'sha qismdagi bo'lgan kasalliklarni chiqarishga yordam beradi. Menga bitta olib beringlar toshni. Aha, Va tushunarli. bu davolash metodi bu tayskiy metod hisoblanadi. Tayda. Bu davolash uslubi bo'yicha Xitoyda foydalanishmaydi. Ya'ni har bir sharq davlatlarini o'zini davolash uslubi bor. Biz o'sha davlatlarga borib, o'qib, o'rganib, haqiqatdan ham natijasi zo'rligini bilganimizdan keyin biz uni O'zbekistonda xalq tabobati yo'nalishi bo'yicha davolash uslubiga qo'shilgan. Bu qora tosh tanadagi barcha shamollashlarni tortib oladi. Birinchi kursda o'zi biz bu toshlarni, ayniqsa urologik patologiyalar bor. Bu gidronefroz, uretrogidronefroz, neyrogen qovuq, остаточный mocha deydi. Bu og'ir, men hozir doktorlarimiz ko'radigan bo'lsa, shifokorlarimiz bilishadi, bu og'ir kasalliklar. Medikament bilan bu kasalliklarni kutgan natijaga erishib bo'lmaydi. Lekin bu davolash metodi bilan, tayskiy stone metodikasi bilan va mana bu yerda olib beringlar-da. Idmaloqda beriladi. Bu tabiiy va eng oxirgi davolash uslublaridan hisoblanadi. Bu Vanzhou metodi. Tibet, Vanzhou, buni ichida giyohi bor. Buni ichida giyohi bor, maxsus qilingan. Har bir kasallik nuqtasiga qo'yiladi bu. Soha, ya'ni masalan deylik, yelka soha, ayrim joylariga buni qo'yib bo'lmagan joyda bu giyohimizdan qo'yamiz. Bu giyoh 500 ming martagacha bu davolash uslubini qo'llashimiz mumkin. Maxsus spirt bilan obработка qilingandan keyin buni natijasini masalan deylik, bemorlar uzoq 20 minut chidab berishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Uzoq 20 minut. Bo'lmasa 5-10 minut ichida bu tanada shunaqa qizdirib, shamollashni, shunday tortishni boshlaydiki, suyak ziligacha boradi. Shunchalik zo'r davolash uslubi hisoblanadi. Biz buni hozir doktorlik dissertatsiyamizda fitoaplikator uslubida hozir qo'llayapmiz, inshaalloh. Unda ham yaxshi natijalar bo'lib qolsa, yana hozir kitob yozamiz, kitobimizda ham shu haqda batafsil gapirib o'tamiz. Bu juda ko'p bemorlarga foyda berishi mumkin. Juda ham yaxshi. Demak, Azbek, siz mana shu soha rivojlangan davlatlarga borib, o'qib, o'rganib, u yerdagi eng yaxshi usullarni, eng yaxshi uskunalarni yig'ib, o'zingizni bir o'ziga xos mualliflik desak ham bo'lar ekan, sintez holatida eng yaxshi ko'rinishda taqdim etib kelayotgan ekansiz desak bo'lar ekan. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Azbek, keling endi Shuhrat akaga biroz tinchlik beramiz, ularni yigitlarimizga topshiramizda, biz endi suhbatimizni davom ettirsak bo'ladi. Va Azbek, navbatdagi savolim bu oxirgi paytlarda ko'pchilik ota-onalarni qiynayotgan bolalardagi nevrologik kasalliklar haqida bo'ladi. Keling, mana shu haqda mutaxassis sifatida o'zingiz gapirib bersangiz. Bolalar nevrologik kasalliklari, nafaqat bolalar nevrologik, umuman bolalar kasalliklari. Bu oxirgi paytda nega ko'payib ketdi? Bu bir 3 bosqichdan iborat. Birinchisi bu homiladorlikgacha bo'lgan jarayon. Hozirgi yoshlar, bilasiz, sog'lom turmush tarziga rioya qilishmaydi. Ya'ni u nima degan sog'lom turmush tarzi? Kola, Fanta, gazlik, fast foodlar, gazirovaniylar, suyuqliklar, sovuq suvlar, aynan muzday sovuq, ayrim yoshlarimiz bor, xolodilnikdan muzday olib ichishni yaxshi ko'radi. Bular nima qiladi? Onani homiladorlik jarayoniga, sog'lom ona tana bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Ya'ni har xil kasalliklar keltirib chiqaradi. Endi ikkinchi bosqich, ikkinchi davr bu homiladorlik jarayoni. Homiladorlik jarayonida mana yoshlarda biz mana tajribamizda kuzatamiz. Men deydi Coca-Colaga boshim qorong'i bo'ldi deydi. Ya'ni sun'iy har xil fast foodlarga, shirinliklarga, bular hammasi ximikatlardan iborat. Bu barchasi homilani sog'lom rivojlanishiga ta'sir qiladi. Keyin ayniqsa hozirgi kunda juda ommaviylashib ketgan bu telefonlar. Nima uchun? Birinchi o'rinda vaqtida uxlashmaydi. Hozirgi yoshlarni ko'rsangiz, soat 12 da nechida yotasiz desa, soat 12 da yotaman deydi, 12:01 da. Asosiy soat 10 dan 11 gacha tanada
baxt gormoni ishlab chiqariladi. Endorfin, prostaglandin gormonlari. Onalar o'sha vaqtda uxlamasa, tanadagi barcha biokimik reaksiyalar buzilib ketadi. Qarabsizki, homila sog'lom rivojlanmaydi. Keyin masalan sog'lom taom, ovqatlar yeyishmaydi. Faqat fast foodga o'tirib qolishgan. Masalan, bizga kelgan bemorlarda biz nazorat qilib boramiz. Shunda men aytaman, siz shu mahsulotlarni yeyishingiz kerak. Yo'q, men yoqtirmayman, men uni, ya'ni ko'proq sun'iy bo'lgan fast foodlarga ko'proq e'tibor berishadi. Uchinchi davr, eng asosiy davrda bola tug'ilgandan keyin mana hozir hamma aksariyat kashaga o'tib ketgan, sun'iy. Xudoy taolo inson onani shunaqa qilib yaratganki, masalan 4 ta farzand egizakni dunyoga keltirsa, 4 ta bolani ham ona suti bilan oziqlantirib to'ydirishi mumkin hozirgi kunda. Lekin biznikilar nima qilishadi? Birinchidan parhezga rioya qilishmaydi, har xil taomlar yeyishadi. Ikkinchidan sut ko'paytiradigan mahsulotlarni iste'mol qilishmaydi. Bu sal ozroq meditsinamizdan bu xalq taboatiga kiradi va profilaktikasiga kiradi. O'zi aslida sog'lom turmush tarzi, ya'ni sog'lom ona ovqatlanishi kerak. Sut ko'paytiradigan mahsulotlarni yeyish kerak. Yana kitoblarda, adabiyotlarda yozilmaydigan va chet ellarda biz o'rgangan bir ustozlarimizdan yana bir juda katta ahamiyatli narsa, masalan, ona qaynoq suv ichishi mumkin emas. Ona suti bilan bolani oziqlantiradigan yoki muzday ichish mumkin emas. Nega? Chunki qaynoq ichsa, ona suti qaynoq boradi va chaqaloqning og'zi kuyadi. Muzday ichsa, bola ichi shamollaydi. Masalan, chaqaloq o'zidan o'zi qorni og'rib qoladi, ichi ko'karib qoladi, yam-yashil kelishni boshlaydi. Hamma hayron, nimaga unaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda muammoni onada qidirish kerak. Ya'ni onani sog'lom turmush tarziga rioya qilsa, men o'ylaymanki, surunkali va har xil og'ir bolalar patologiyasi kam bo'ladi. Tushunarli. Demak, hozir o'sha hattoki nevrologik xastaliklarning ham ildizi borib nosog'lom turmush tarziga, kam harakatlilikka, uyquning me'yorida bo'lmasligiga borib taqalyapti. Va Azbek, shu o'rinda mana endi tajribali shifokorlarimiz o'tirishibdi. O'zingizni o'sha tajribangizdan kelib chiqib aytsangiz, bolalar bilan bog'liq qaysi xastaliklar bilan ko'proq murojaat qilishadi va igna sanchish usuli orqali qaysi xastaliklardan mutlaqo xalos bo'lishga erishish mumkin? Bizda klinikamizda ko'proq bolalar nevrologik kasalliklar keladi, urologik kasalliklar keladi. Masalan, urologik kasalliklarni kim gapirib beradi? Bo'ldi, mana doktorimiz hozir urologik kasallikni gapirib beradilar. Marhamat. Bizga asosan enurez kasalligi bilan og'rigan bemorlar juda ko'p murojaat qilishadi. Undan tashqari gidronefroz, uretrik gidronefroz, sidik pufagi shamollashib, yurak kasalliklari bilan og'rib kelishadi. Asosan enurez bemorlarimiz bizda ko'p bo'lganligi sababli uni qisqacha sizlarga aytib bermoqchiman. Enurez aslida bolani muammosi emas. Enurez asosan tunda sodir bo'ladi. Bolalar uxlab yotganda u bolani aybi emas. Bola uni ongli ravishda nazorat qila olmaydi. Buni asosiy ikkita sabab mavjud bo'lib, asosiysi irsiyat birinchisi, keyingisi esa hozirgi kundagi zamonaviy tagliklar. Oldin bilsak, bolalarimiz faqat beshiklarda yotishgan va ularning tegi doim quruq bo'lgan. Hozirgi kundagi zamonaviy tagliklar kun davomida 3-4 marta almashtirilganiga qaramay, oralig'ida bo'lgan pamperslar namligicha bolani tagida qoladi. Bu pamperslarni namligicha qolishi bolada sidik pufagi kasalliklari, o'tkir shamollashlarni yuzaga keltiradi. Bu asosiy birlamchi sabab bo'lib enurezga. Undan tashqari kelgusida bolani hayot davomida bepushtlikka olib kelishi mumkin. Undan tashqari buyrak va sidik pufagi muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Enurezning yana qo'shimcha sabablari bu faqat irsiyat va zamonaviy tagliklar emas, doimiy
ichiladigan sovuq suvlar, buyrakni va siydik pufagini shamollatib qo'yishlar, bular ham enurizga qo'shimcha sabablar bo'lishi mumkin. Aha, tushunarli. Enurezni o'sha bir darajalarga bo'lishimiz mumkinmi? Masalan, necha yildan beri yoki bir o'ziga xos holatlari bo'ladimi va bu borada ham igna sanchish qanchalik yordam beradi? Albatta. 4 yoshgacha bolani enurez deb sanamasak bo'ladi. Uni tabiiy deb olsak bo'ladi va 4 yoshdan keyin ham bu kasallik davom etadigan bo'lsa, bu organizmdagi jiddiy buzilish belgisi hisoblanadi. Asosan bolalarni 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida davolab ulgursak, natijaga tezroq erishishimiz mumkin. Agar yosh o'tgan sari bunga beparvolik bilan qarab, vaqtida davolamasak, bu jiddiy buzilishlarga sabab bo'ladi, oqibatlarga olib keladi. O'sha enurez bilan aziyat chekayotgan bolalarda, taxminan o'rtacha deylik, bu individual bo'lishiga ko'zim yetgan holatda so'ramoqchiman. Qancha vaqtda birinchi natijalarni ko'rish mumkin? Birinchi kursni 2-3 kunlar davomida biz rezultatga erishishimiz mumkin. Juda ham yaxshi. Rahmat. Yana bitta savol bor. Og'ir operatsiyalarni boshidan kechirgan bemorlar reabilitatsiya nuqtai nazaridan ham igna sanchish muolajalariga murojaat qilishi mumkinmi? To'g'ri, juda nozik masalaga kirdingiz. Sababi operatsiyadan keyin barcha 100% bemorlarga nafaqat reabilitatsiya, neyroreabilitatsiya muhim. Shuning uchun men doktorimizga so'z bersam, Olmosbek. Neyroreabilitatsiya asosan hozir Xitoy davlatlarida, Xitoy davlatida, Koreya davlatida, Tibet davlatida, Hindistonda o'sha ommaviy o'sha o'tkazilib bormoqda. Bu esa organizmda patologik jarayonlar, urologik kasalliklarda, kardiologik kasalliklar, neyroxirurgik kasalliklar va boshqa patologik kasalliklarni oladigan bo'lsak, u organga boradigan nervlarni o'sha igna terapiya orqali stimulyatsiya qiladigan bo'lsak, uning ish faoliyatini yaxshilaydi. Ya'ni u stimulyatsiya jarayoni hamda bir-birini innervatsiya qilib boradida, shunday tiklanishi yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Demak, o'sha organizmni yana ham jonlantirib, unga qo'shimcha bir bilasizmi, aynan vegetativ nerv sistemaga, aynan nervni o'ziga ta'sir qilamiz. Bu nuqta orqali operatsiya qilingan a'zo, masalan, deylik, buyrakni oladigan bo'lsak, buyrak kasalligida operatsiya bo'ldi. Endi uni innervatsiyasi, ya'ni oziqasi, ya'ni nerv buyrakda yaxshi faoliyatini qilib beradigan bu nerv tizimi. Vegetativ nerv sistema aynan nuqtalar orqali, qiziqarli tarafi shundaki, masalan deylik, bitta tashxis bilan 5 ta bemor kelsa, gidronefroz yoki uretrogidronefroz yoki neragan qovoq. Adashmasam, Astolevich hozir juda ham jiddiy diagnozlarni, tashxislarni gapiryapsiz. Hozir aytadigan tashxisimiz o'ta og'ir urologik patologiya hisoblanadi. O'ta og'ir. Medikament bilan, dori-darmon bilan, sintetik preparat bilan kutgan natija olish juda ham qiyin. Aynan bizda juda qiyin. Sharq davlatlarida, aynan xalq tabobati yo'nalishida bunaqa og'ir patologiyalarni to'g'ridan to'g'ri nuqtalarga qo'yganda, laborator funksional diagnostikada, UZIda birinchi kursda o'zida natijasini ko'rishingiz mumkin. Masalan, lecheniya oldi, kurs lecheniya 5 kun yo 10 kun bo'ladi. Tugadimi? Shunday laboratoriyaga qonni olasiz, UZI qildirasiz, biokimiyasini, qovoq siydik, macha siydik analizini tahlil olganingizda o'zida shunday tahlilda ko'rsangiz bo'ladi. Bu endi o'sha organizmning zaxirasini ishga solib yuborish evaziga desak to'g'ri bo'ladi. Kompensatorniy reaksiya organizmi deydi. Ya'ni olimlar aytadiki, insonni, Xudoy taolo insonni tanasida dorisi bilan yaratib qo'ygan. Masalan, yosh bola bir kunda 10 marta yiqilsin, lekin unga tegmasangiz, u yiqiladi, turadi, changini qoqib, yana o'ynab ketadi. Lekin yosh katta odam bir marta yiqilsa, butun umr o'sha jarohati og'rig'i bilan qolib ketadi. Nega? Chunki bu hayot jarayon davomida bu mexanizm ancha pasayib boradi. Yosh bolalarda balandligi uchun bu juda tez chiqib ketadi. Bizni ishimiz aynan igna terapiya bilan buni faoliyatini yaxshilash, ichki a'zolar. Tushunarli. Azbek, bizga telefon orqali ham juda ham ko'plab savollar kelib tushyapti. Hozir ijozatingiz bilan shu savollarni
sizga bersamda jamoa bilan birgalikda savollarga javob berishni boshlasangiz. Yigitlar, agar Shuhrat akaga dam olish vaqti kelgan bo'lsa, bemalol joylaringizni egallab o'tirib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Azbek, sizga o'zim o'qib berganim ma'qulmi yoki o'zingiz o'qib yo'naltiraverasizmi? Balki yo'q, siz o'qib bersangiz bo'ladi. juda ham yaxshi. Chunki siz Demak, yoshim 42 da insult kasalligiga chalinganman, yiqilib tushib o'ng tomonda jarohat olganman. Boshimdan doktorlar qon olamiz deb suyak olib tashlashgan. Chap taraf oyoq qo'lim ishlamaydi. Menga igna sanchish muolajasi yordam bera oladimi? Yordam bu bemorga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu bemorga birinchi kursda o'zidanoq yordam beradi. Qo'ldagi spastikalarda harakatlar ancha yaxshilanadi. Biz bunaqa bemorlar bilan har kuni ishlaymiz. Tushunarli. Har kuni og'ir mana shu dushanba kuni Belarusdan uchib keldik. Doktorimiz bilan biz Belorussiyaga, chet davlatlarga ko'p chaqirishadi bizlarni. Aynan stvolovoy insult bor. Stvolovoy insult bularning insultidan ancha og'irroq. Demak, u murojaat borganda qilishda unda qancha natija bo'lgan. Bu kishini holatiga qaraganda o'zi birinchi kursda o'zida yaxshi o'zgarish bo'ladi. Faqatgina bu kishi etap kursi bor. Masalan, bir kursli chaynak qildik, turdi, yurib ketdi emas. Ya'ni darajasiga qarab, og'irligiga qarab u bemorga yordam berib, sog'lom turmush tarziga qaytarishimiz mumkin, xudo xohlasa. tushunarli. Rahmat. Navbatdagi savol, prostata bezini davolashda yordam bera oladimi igna sanchish? Prostata bezini birinchi protsedura muolajasini o'zidanoq yaxshi natija olish mumkin. Dilshod, mana gapirib berishlari mumkin. Prostata muolajasida o'sha kelgan bemorlarimiz har doim o'shalar bo'layotgan tomchilash, achish muammolari bilan murojaat qilishadi. Ko'pincha bu muolajalarda biz birinchi qo'yga boshlaganimizdan, kursni boshlaganimizdan 3 yoki 4 kurslar kunlarida yo'q, bu muammo butunlay hal bo'lishini o'zlari aytib berishadi. Tushunarli, rahmat. Navbatdagi savol, shamollashda, nafas yo'llarini davolashda igna sanchish muolajasi yordam beradimi? Shamollashda Vazira? Albatta, boshqa kasalliklarga nisbatan bu holat yengil hisoblanadi, ta'siri tez bilinadi. Dastlabki 2-3 kunda va allergik holatlarda ham, o'sha burun bitib qolish holatlarida ham tez yordam berishi mumkin va bunda kompleks qilish mumkin. Ston terapiya, kapin terapiyalar bilan qilinganda effekti juda yaxshi bo'ladi. Rahmat. Tishimni shamollatib qo'ygandim, davolandim, og'rig'i qolmayapti. Tish nervlarini davolashda igna bilan davolash usulidan foydalansa bo'ladimi? Endi bu holatda pulpit hisoblanadi. Aynan tishda o'zida yallig'lanish bo'ladi. Bu aynan stomatologiyada biz og'riq qoldirib berishimiz mumkin nuqtalarga qo'yib. No, biz u pulpitni ichidagi yallig'lanishni chiqarishda bizani davom olajamiz kutgan natija bo'ladi. U birinchidan antibiotik olish kerak. Xalq tabobati, ya'ni igloterapiya shunday kasalliklar borki, masalan, pulpit misol deylik. Temperatura 39-40 yoki buyrak va u tosh kasalliklari. Masalan, ularga biza tor mutaxassisda yo'naltiramiz. Ya'ni kelgan bemorni hammasini biz sani davolab tashlaymiz demaymiz. Ya'ni kelgan bemorni biz avval tekshiramiz. Patologik tochkalar bor, o'zini nuqtalari bor. Mana bu yerda ko'rsatilgan har bir kasallikning nuqtasi bor. Masalan, deylik, biz kelgan bemorda bosh og'riq yoki qon bosimi kasalligi bilan keldi. Biz nuqtalarni tekshirdik, lekin u nuqtalarda kasalligi bo'lmasa, biz uni tavakkal qo'ya olmaymiz va tavakkal uni davolab tuzatamiz deb aytmaymiz. Masalan, bir yil oldin bir bemor kelganda oyoq og'riq bilan. Oyoq og'riq bilan keldi, biz tekshirdik, tochkalar yo'q. Men onasiga aytdim, o'g'li 17 yosh, bizda muolajamiz natija bermaydi, chunki biz avval qo'yishdan oldin uni kasallik nuqtalarini topsakkina qo'yib berishimiz mumkin. U nuqta bo'lmasa, men hozir tavakkal qo'yib berganim bilan siz mendan qani natija deb so'raysiz dedi. Keyin onasi, "Yo, bayli shundoq bo'lsa ham qo'ying" dedi. Qo'yib berdik, natija bo'lmadi.
3 kun olishdi. Men aytdim, mayli 3 kun olinglar hech bo'lmasa dedim, ko'ringlar. Agar bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Shunda ular anaqa qilish bo'lmadi, keyin ketishdi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Tushunarli. Hozirgi javobingiz mana shu savolga juda ham yaqin javob berdingiz desak ham bo'ladi, lekin hurmat yuzasidan savolni o'qib eshittirmoqchiman. Igna bilan davolashda har bir kasallikning o'zini nuqtasiga qo'yiladimi yoki bitta nuqtaga igna qo'yib hamma kasallik davolanadimi? Yo'q, aslo. Mana hozir aytdimki, masalan, bitta tashxis. Kelaylik, men hozir ommaviy bo'lib ketgan bel umurtqa cho'rasi, grija. Juda ham ko'p. 5 ta bemor kelsa, 5 bemorda bitta joyda grijasi bor. L5, S1 da deylik, protruziya bilan 5 odamga bemorga bir xil nuqtaga qo'ysangiz natija bermaydi. Har bir bemorda yoshi bor, turmush tarzi bor, u bel umurtqa cho'rasini keltirib chiqargan omil bor. Bir necha sabablari bor. O'shaning uchun har bittasiga individual nuqta avval qidiriladi. Ya'ni tana xaritaga o'xshab ketib qoladi. Unga marker bilan bitta-bitta belgilab chiqiladi. Mana doktorlarimiz bilishadi, o'zingizdan borgansiz, butun xarita qilib, chizib, ana undan keyin qo'yiladi. Tushunarli. Vazbek, shu o'rinda men teletomoshabinlarimiz uchun yanada aniqroq bo'lish uchun mana dasturimiz avvaldan beri bir necha marotaba ston va cupping terapiyalar haqida gapirdingiz. Ranaxon, keling shu haqida batafsil, Vazira, qaysi biringiz batafsil gapirib berishingiz mumkin? Marhamat, Vazira. Ston terapiya efirda ko'rsatib o'tildi. Qora toshlarimiz ular qizdirilgan holatda kerakli tochkaga qo'yiladi, ya'ni biologik faol nuqta. Organizmda biologik faol nuqtamiz ichki a'zolar bilan bog'liq bo'ladi barchasi. Biz kerakli nuqtani topib qo'yganimizda effekt tez bo'ladi. O'sha nuqtada qon aylanishi ko'payib, organizm o'zini o'zi tiklash jarayoni ishga tushadi. Tushunarli. Men bekorga qizlarimizga yuzlanganim yo'q. Hozirgi kunda kosmetologiya juda ham rivojlangan va kosmetologlarga murojaat qilmagan ayollarni topishni o'zi qiyin bo'lib qoldi va aytishlaricha igna sanchish orqali ham kosmetologlar ko'rsatayotgan xizmatlarni o'rnini bosuvchi natijalarga erishish mumkin ekan. Aytingchi qizlar, nima uchun igna sanchish usulidan foydalanganimiz afzal? Mana ko'cha to'la xizmatlar bor, fillerlar deysizmi, turli xil ukol, shu. Nima uchun bu haqda siz nimani taklif qila olasiz va nima uchun bu yo'nalishni tanlashimiz kerak? Assalomu alaykum, yana bir bor. Igna terapiya usuli noyobdir, ta'siri noyobdir, chunki u nafaqat yoshlikni uzaytirish, balkim patologiyaga ham qarshi chiqa oladi. Masalan, igna terapiya natijasida akupunkturani kerakli nuqtalarga qo'yganimizda u o'z effektini beradi. Effektlardan biri aytib o'tmoqchiman, kollagen va elastin degan moddalar ishlab chiqarganda ular shu terni yoshartiradi. Undan tashqari yoshartirib qon aylanishini tiklab beradi va bilamizki, yuzda ayollarda juda ko'p ajinlar bor. Yuzaki ajinlar bor va chuqur ajinlar borda. O'shalarga ham ta'sir qiladi. Birinchi muolajani o'zida ajinlarni tekislab yo'qotib beradi. Tushunarli. Filler gapingizni oldim. Filler botokslar esa ular sun'iy moddalar bo'lib, baribir har xil asoratlarga olib kelishi mumkin. Allergik reaksiya yoki yuzdagi qanaqadir o'zgarishlarni o'zgartirib olishi mumkin. Lekin igna terapiya tabiiy yo'lda, tabiiy usulda hamma narsani chiroyli qilib, go'zallashtirib va yoshartirib beradi. To'g'ri aytasiz. Men mana shu muolajalarni olgan paytimda Mushtariy Tolipovnadan so'ragan edim. Nima uchun aynan sizga murojaat qilishim kerak desam, ular shunday javob berdilar. Barnopa, xavotir olmang. Men sizga hech qanday yordam bera olmagan taqdirimda ham sizga zarar yetkazmayman. Ya'ni o'sha igna bilan sanchish davolash usulini shunday ta'riflashyaptiki, agarda eng kamida hech bo'lmaganda hech qanday natija ola olmasangiz ham hech qanday zarar ziyon yetkazmaydigan usul deyishyapti. Juda ham yaxshi. Mehmonlar, bizda hozir yana navbat reklamaga, undan keyin yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Reklamaga navbat.
tabobati bo'yicha xalqaro klinika Dr. Avis Hospitalga xush kelibsiz. Bizning klinikamiz og'ir nevrologik kasalliklarni davolashga ixtisoslashgan. Mutaxassislarimiz xalqaro sertifikatlarga ega bo'lib, Xitoy, Tibet, Tailand, Hindiston va boshqa mamlakatlardagi yetakchi ignoterapiya ustozlaridan tahsil olgan. Biz cupping terapiya, stone terapiya, ignoterapiya, ultrabinafsha chiroq yordamida davolash, kosmetologik akupunktura va boshqa muolajalardan foydalanamiz. Jamoamiz tarkibida xorijiy davlatlarda Tibet uslubida tahsil olgan, sertifikatlarga ega ignoterapevtlar faoliyat yuritadi. Dr. Avis klinikasi Xitoyning yetakchi tibbiyot muassasalari bilan hamkorlik qiladi. Chunsun universiteti va Sansia shifoxonasi bilan imzolangan memorandum mutaxassislarimizning yuqori malakasini tasdiqlaydi. Dr. Avis klinikasi yillar sinovidan o'tgan ishonchli manzil. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang dasturi davom etyapti. Shuhrat aka, xush kelibsiz desak bo'ladimi muolajalardan keyin? Xo'sh, mana kayfiyatingiz ko'tarilgani yaqqol ko'rinib turibdi. Kayfiyatim ko'tarildi, asabam joyiga tushdi, yana uxlab ham oldim. Ana, shuncha shovqin bo'lishiga qaramasdan uxlab ham oldingiz. Demak, yuqorida yigitlarimiz xotirjamlik nuqtalarini qo'yishgani o'zini natijasini beribdi. Rahmat Shuhrat aka. Bundan buyog'iga ham xasta bo'lmang deymiz, har doim salomat bo'ling. Rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat. Va bizda vaqtimiz juda ham chegaralangan. Tezlik bilan Aziz Tolipovich ikkitagina savolga javob berishga ulgursak. Yoshim 63 da, chap ko'zim glaukoma bo'lib operatsiya qildirganman. Hozir yaxshi ko'rmayman. Faqat harakat sharpa ko'rinadi. Igna sanchish bilan ko'zimni ko'rishini davolasa bo'ladimi? Yaxshi savol. O'zi bu mavzuni ko'taraman degandim. Aynan operatsiya. Agarda tig' tegmagan bo'lsa edi, biz yaxshi zo'r natija qilib berishimiz mumkin edi. Tig' tekkandan keyin maksimal darajada qilinadi, qanchalik bo'lishini uni biz ayta olmaymiz. Tushunarli, rahmat. Ikkinchi savolimiz, bugun uchun so'nggi savolimiz, Parkinson kasalligini igna sanchish bilan davolasa bo'ladimi? Parkinson kasalini aynan bo'ladi davolasa. Yaponiyada ham ilmiy tadqiqot ish olib borilgan, aynan bizning bir shogirdimiz o'sha ilmiy ishni olib borgandilar. Igna terapiya bo'yicha yaxshi natija olsa bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Azizlar, nima ham deymiz, vaqt oliy hakam. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti va bugungi ishtirokingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Ishlaringizga omad tilaymiz va keyingi dasturlarimizda yana nasib qilsa, bugun bizga savol bilan murojaat qilgan, qo'ng'iroq qilgan muxlislarimiz ham Shuhrat akani o'rinlaridan joy olishsa ne ajab. Ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Xush ko'rdik studiyamizda. Azizlar, bu siz tomosha qilgan xasta bo'lmang dasturi edi. Bizning maqsadimiz sizga imkon qadar sizga yengil va shifo topishingiz uchun yordam beradigan manzillarni, mutaxassislarni tanishtirish. Hech ham xasta bo'lmang deymiz. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.